Assalomu alaykum, Lider Kilo kanali obunachilari. Bugun yoz issiq kunlarida quyoqxonani qanaqa qilib havosini salqin ushlab turishdi eng arzon variantini ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, ko'p odamlar aytishadi, quyoqlarni yozda issiq kunlarida qo'shib bo'lmaydi deb. Chunki quyoq tug'ayotgan vaqtda qiynalib qolishi mumkin. Havo issiq bo'lsa, katta ehtimol bilan o'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun aytishadi, sharoit bo'lmasa, quyoqlarni yozda issiq kunida qo'shmagan ma'qul. Xo'p, bu quyonimiz Hikol samka. Taxminan 20 kunlik bo'g'oz, o'z qorni ham ishi bilinib turibdi. Bunisi ham Hikol samka. Bu ham taxminan 20 kunlik bo'g'oz. Aniq kuni esimda yo'q ekan, o'zi qorni ham ishi bilinib qolgan. Bunisi Galant panda samka bu ham. Bu ham bo'g'oz, taxminan bir 15 kunlik. Xona salqin bo'lgani uchun quyoqxona qo'shib, xudo xolasa ko'paytiryapmiz quyoqlarni. Galant samka bolalari taxminan 1 oylik bo'lib qoldi. 1 oycha oldin tuqqan. 1 oy oldin ham adashmasam kunlar ancha issiq bo'lgan. Quyoqxonamiz salqinligi sababli quyoqlarni ko'paytiryapmiz. Mana shu quyoqxona O'zbekistonda 99% xonadonlarda podval bo'lsa kerak. Men ham podvalga olib kirib joylab qo'yganman. Yozda ancha salqin bo'ladi podval, chunki quyosh umuman tushmaydi. Beton yozgi kunida ancha salqin bo'lib turadi bu ham. Bitta ventilyator qo'yganman. Bu havoni sovutib bermaydi, prosta havoni aylantirib beradi. Shuning uchun qo'yganman. E'tibor bergan bo'lsanglar, quyoqxonada ancha bu yoqqa joylashgan, chunki quyoqlarga yaqin joylashtirib qo'ysam, quyoqlar shamollab qolishi mumkin. Shuning uchun bu yoqqa joylab qo'yganman. Bu bitta portichka, bu postoyanno ochiq turadi, chunki havo aylanib turishi uchun. Bu yoq eshik yo'q, endi xudo xolasa qo'yish niyat bor. Prosta to'sib qo'yganman. Havoni, salqin havoni ushlab turish uchun xolos. Ertalabda ishga ketmasimdan oldin suv sochib qo'yaman quyoqxonaga. Havo nam, salqin bo'lib turadi, ancha effekti baland. Kechki vaqt ishdan kelganimdan keyin ham suv sochib qo'yaman. Kechki vaqtdan baribir issiq bo'ladi. Ertalabgacha ancha havoni salqin ushlab berib turadi. Xo'p, bitta idish qo'yib qo'yganman. Buni nima deb o'ylashinglar mumkin? Ertalab qo'yib ketganman, ichida muz bo'lgan. Kechki vaqt xolodilnikka qo'yib qo'yaman. Ertalabgacha muzlab qoladi. Xo'p, ventilyatorni tagiga qo'yganim sababi ventilyator havoni bo'ngiradi. Bu muzlagani sababli salqin havoda haydab beradi quyoqxonaga. Shuning uchun qo'yganman. Kuni bilan havo ancha salqin bo'lib turadi. Effekti baland buni ham. Endi hammalarning uylarida xolodilnik bo'lsa kerak. Xolodilnikka qo'yib qo'yaman, ertalabgacha muzlab qoladi. Ertalab issiq kunlarida quyoqxonani eng arzon sovutish yo'li shu, havoni salqin ushlab turish yo'li. Aytganimdek, ventilyatorni 50 ming so'mga olganman, adashmayotgan bo'lsam, undan qimmat emas. Xo'p, to'kti ham ko'p yemaydi. $400, $500 konditsioner olib qo'yishinglar shart emas. Bitta podval bo'lsa, bitta ventilyator olib qo'ysanglar, suv sochib tursanglar, quyoqxona postoyanno salqin turaveradi. Quyoqlarni bemalol ko'paytirsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa, video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib, komment yozib ketish esdan chiqmasin. Hammalarga rahmat.